Bu bozorni hamma yaxshi bilsa kerak. Sergelidagi Toshkent Indeks bozori. Bu yoq tarafimiz bozorga asosiy kirishimiz Eko bozor va bu yoq tarafda asosiy trassa joylashgan. Mana shu yo'l yuzidagi D blokimizning ikkinchi etajidan maydoni 26 kvadrat bo'lgan ofis shaklidagi joyimizda 25 ming dollarga sotiladi. Past taraflarni ko'rishingiz mumkin. Полностью mashina bozor faoliyat olib boryapti. U joyimizni ham avtoservis, avtosug'urta, mana shunaqangi ofisning shaklidagi bizneslarga moslasanglar bo'ladi. Ichkari taraflarni ko'rishingiz mumkin. Tayyor remontli holatda. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Eng zo'r tarafda xohlasanglar barterga ham gaplashamiz deyapti. Agar mashinanglar bo'lsa, bemalol barterda taklif ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Telefon qilib bemalol savdolashsanglar bo'ladi. Bu bozorni hamma yaxshi bilsa kerak. Sergelidagi Toshkent Indeks bozori. Bu yoq tarafimiz bozorga asosiy kirishimiz Eko bozor va bu yoq tarafda asosiy trassa joylashgan. Mana shu yo'l yuzidagi D blokimizning ikkinchi etajidan maydoni 26 kvadrat bo'lgan ofis shaklidagi joyimizda 25 ming dollarga sotiladi. Past taraflarni ko'rishingiz mumkin. Полностью mashina bozor faoliyat olib boryapti. U joyimizni ham avtoservis, avtosug'urta, mana shunaqangi ofisning shaklidagi bizneslarga moslasanglar bo'ladi. Ichkari taraflarni ko'rishingiz mumkin. Tayyor remontli holatda. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Eng zo'r tarafda xohlasanglar barterga ham gaplashamiz deyapti. Agar mashinanglar bo'lsa, bemalol barterda taklif ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Telefon qilib bemalol savdolashsanglar bo'ladi. Bu bozorni hamma yaxshi bilsa kerak. Sergelidagi Toshkent Indeks bozori. Bu yoq tarafimiz bozorga asosiy kirishimiz Eko bozor va bu yoq tarafda asosiy trassa joylashgan. Mana shu yo'l yuzidagi D blokimizning ikkinchi etajidan maydoni 26 kvadrat bo'lgan ofis shaklidagi joyimizda 25 ming dollarga sotiladi. Past taraflarni ko'rishingiz mumkin. Полностью mashina bozor faoliyat olib boryapti. U joyimizni ham avtoservis, avtosug'urta, mana shunaqangi ofisning shaklidagi bizneslarga moslasanglar bo'ladi. Ichkari taraflarni ko'rishingiz mumkin. Tayyor remontli holatda. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Eng zo'r tarafda xohlasanglar barterga ham gaplashamiz deyapti. Agar mashinanglar bo'lsa, bemalol barterda taklif ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Telefon qilib bemalol savdolashsanglar bo'ladi. Bu bozorni hamma yaxshi bilsa kerak. Sergelidagi Toshkent Indeks bozori. Bu yoq tarafimiz bozorga asosiy kirishimiz Eko bozor va bu yoq tarafda asosiy trassa joylashgan. Mana shu yo'l yuzidagi D blokimizning ikkinchi etajidan maydoni 26 kvadrat bo'lgan ofis shaklidagi joyimizda 25 ming dollarga sotiladi. Past taraflarni ko'rishingiz mumkin. Полностью mashina bozor faoliyat olib boryapti. U joyimizni ham avtoservis, avtosug'urta, mana shunaqangi ofisning shaklidagi bizneslarga moslasanglar bo'ladi. Ichkari taraflarni ko'rishingiz mumkin. Tayyor remontli holatda. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Eng zo'r tarafda xohlasanglar barterga ham gaplashamiz deyapti. Agar mashinanglar bo'lsa, bemalol barterda taklif ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Telefon qilib bemalol savdolashsanglar bo'ladi.